hayron qoldirayotgan narsa o'rtoqlar, Xitoydan yangi tovarlarim kirib keldi. Oyog'imga bittasini sirazi kiyib oldim-da. Menimcha ko'pchiliginglar bildinglar. Zaradan mashina skidka qilib bergandim sizlarga. Bu firma вообще boshqa firma. Xinjundan yangi kirib kelgan tovarlarimiz, hali taxlashga ham ulgurmadim. O'zi bu Zaradan oldin kirish kerak edi. Ammo hayron qoldim. Nimaga Zaradan ovoqli kirmadi? Kechroq kirib qoldi. Mayli kechroq bo'lsa ham kechdan ko'ra hech deb mana shu narsalarni bitta Xinjun firmasinikini yangi modellarini bitta sizlarga obzorni ko'rsatib bermoqchiman. Bunaqa korobkalarda kiradi. Narxlarini-chi вообще shikoyat narx qilib qo'yganmiz. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rsanglar, narxlarni ham o'rtada aytib o'tib ketaman. O'zicha вообще ko'pchiliginglar so'radinglar, Zarani olib kirganimda ham bundan ham yaxshiroq kачестводагisi bormi? Artipetskiy oyoq kiyimlar bo'lsin, ichlari ham zo'r bo'lsin degandinglar. Bu safar вообще cho'tkisini olib kirganman. Bu-chi уже adashmasam 25 kunlarda kirib keldi. Mana shu tovarim. Qaranglar, вообще shikkarni, narxlarini ham 199 ming so'm qo'yib olganman. Har xillardan olib kirganman. Buni ranglari ham bor qizlarjonlar. Hozir ranglarini ham bitta-bitta ko'rsaman. Obzor qilib ochib ham ko'rsatib beraman. Hozir sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida har xilini ko'rsatib beraman. Bu ham mana ikki xil modelda kirgan. Buni qaranglar. Boshqa narsa-ya, qizlar. Oyoqda ham вообще turib beradi-yu. Mazza qilib ketdik. Hozir buni ranglari bilan bitta sizlarga obzor qilib beraman. O'rtoqlar, уже tayyorlab bo'ldim. Men bilan turishni qaranglar. Ichlari yumshoq, premium sifat xohlovchilar uchun aynan shu modellarimiz mos. Oyog'imga bu safar qaranglar, boshqasini kiyib oldim. Вообще boshqacha rasvetkasini, вообще asal turibdi, mana qaranglar. Zo'ra. Bu yoqda esa mana sizlarga obzorni bittalab ko'rsatib beraman. Ichlarini ham alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Ranglarni qaranglar, bardovi desam, qora desam, qorani boshqacharoq modellardan ham olib kirib qo'yganmiz. Va mana buni qaranglar, goldini вообще sevdim buni ham borib. Oyog'ingizda kiysanglar, вообще zo'r turib oladi. Mana bu qaranglar. Bu ham hammasi atiga 199 ming so'mga olib ketsanglar bo'ladi qizlarjonlar. Mana shu korobkalari bilan sizlar uchun berib olamiz. Xinjun firmasiniki yangi kirib kelgan obuslarimiz 199 ming so'm. Bularni Telegram orqali zakaz qilib 12 viloyatga yetkazib beramiz va bu skidkamiz Andijon filialimizda ham mavjud. Shoshilinglar.